Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti bu shunchaki ta'lim maskani emas, balki kelajak shifokorlarni shakllantiradigan ilm va amaliyot uyg'unlashgan maktabdir. Bu yerda har bir talabaning klinik fikrlashi, tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantiriladi. Chunki tibbiyot bu nafaqat bilim, balki mas'uliyat, aniqlik va inson hayoti uchun javobgarlikdir. Institutimizda yaratilgan zamonaviy sharoitlar, tajribali ustozlar maktabi esa yosh mutaxassislarning haqiqiy professional bo'lib yetishishiga xizmat qilmoqda. Ana shunday fidoyi va intiluvchan yoshlardan biri klinik ordinatura 2-bosqich talabasi Nizomiddin Muhsinov. U ko'plab xalqaro olimpiada va konferensiyalarda ishtirok etib, o'z bilimini xalqaro maydonda sinovdan o'tkazgan. Tibbiyot sohasidagi ilk ta'limni Ukrainada boshlab, bakalavr bosqichini Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida muvaffaqiyatli yakunladi. Bugun esa u o'z ustozlaridan olgan chuqur bilim va boy tajribani amaliyotda qo'llab, har kun o'z ustida ishlamoqda. Ustoz shogird an'analari asosida shakllangan bu yo'l uni katta natijalarga yetaklamoqda. Eng e'tiborlisi, Nizomiddin bugun ginekologik yo'nalishda murakkab jarrohlik amaliyotlarini mustaqil ravishda bajarish darajasiga yetgan. Bu esa nafaqat uning shaxsiy mehnati, balki ustozlarning bilim va tajribasining samarali natijasidir. Chunki haqiqiy shifokor bu bilim, tajriba va ustozlarning duosi uyg'unligidir. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti klinik ordinaturasi akusherlik va ginekologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi Nizomiddin Muhsinov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nizomiddin, mana siz bugun klinik ordinatura bosqichida tahsil olyapsiz. Ta'lim jarayonlari qanaqa ketyapti? Aynan sizni tanlagan yo'nalishingiz akusherlik va ginekologiya yo'nalishida tahsil olish qanchalik murakkab? Shu xususda gapirib bersangiz. Men akusherlik va ginekologiyani otam sababli tanlaganman. Akusherlik va ginekologiya o'ziga yarasha qiyinchiliklari juda ham yuqori. Akusherlikda ekstrenniy ishlash, tez va jiddiy masalalarni ko'rib chiqish, jiddiy masalalarga to'g'ri taktika yuritish hozirda akusherlik va ginekologiyada juda ham dolzarb masalalar, juda ham mukammal suriladi. Bizda hozir o'qish jarayonimiz akusherlik va ginekologiya O'zbekiston Respublikasi ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazida Farg'ona filialida ginekologiya bo'limida hozirda amaliyot o'tamoqdaman. Bu yerda biz yirik toifadagi amaliyotlarni va endoskopik yo'l orqali qilinadigan amaliyotlarni hozirda mukammal o'rganib, shu sohada ish yurityapman. Amaliyotlarni qo'limdan kelgancha o'zim va ustozlarim bilan birgalikda o'rganib kelmoqdaman. Tushunarli. Mana aytingchi, boshqa tibbiyotning boshqa tarmoqlaridan siz klinik ordinatura bosqich talabasi sifatida ayta olasizmi? Tibbiyotning boshqa yo'nalishlaridan aynan akusherlik va ginekologiya o'zini qaysi tomoni bilan murakkab siz uchun? Akusherlik va ginekologiyani juda ham murakkabligi ayollarni shu 5 daqiqa mobaynida ularga tez tibbiy yordamni ko'rsatish, ayollarni tug'ruq jarayonini to'g'ri taktika orqali boshqarish yo'llari juda ham qiyinchiliklari bor. Mana siz bu yerda amaliyot o'tash va ishlash imkoniyati bor bo'lyapti. Sizda hozir ishlayapsiz va shu bilan birgalikda amaliy jarayonlarda o'zingizni toblab boryapsiz-da. Mana shu yo'nalishda sizga haligi ko'mak berayotgan, dalda berayotgan ustozlaringiz kimlar? Ular haqida gapirib bering. Hozirda aytganimdek, birinchi ustozim Umid Muhsinovich, bu dadam. Ikkinchi amaliy ko'nikmalarimni, nazariy ko'nikmalarimni Suyarqova Matkerkinni, Muhammadjon Rahmatovich, Azizbek Ilhamovich, Saydolim Murodovichlar ustozlarim o'rgatib kelishmoqda. Amaliy ko'nikmalarim hozirda yaxshi yo'nalishda ketyapti.
Mana olgan Farg'ona tibbiyot institutida olgan nazariy bilimlaringizni tufayli bir qancha yutuqlarga erishibsiz. Ilmiy amaliy konferensiyalarda ishtirok etibsiz. Bir qancha mana shular xususida to'xtalib o'tsangiz, bu jarayonlar qanaqa bo'ldi? 17-aprel kuni o'tkazilgan 5-yoshlar ilmiy amaliy 5-xalqaro yoshlar ilmiy amaliy anjumanida nufuzli sovrinli o'rinni egalladim. Bunda men judayam ilmga chanqoq talabalarni ko'rdim. Ularning orasida ishtirok etish menga ham yanada yangi tibbiyotda o'rganiladigan sohalar ko'pligiga, tibbiyot doirasi kengligiga va shular orqali men ham yanada ilmlarimni mukammal qilishga motivatsiya berdi. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida bakalavr bosqichida ham tahsil olgansiz va hozirda shu institutning klinik ordinaturasida o'qiyapsiz. Va ayta olasizmi, mana institutimizda ko'p tarmoqli klinikasi bunyod etildi va kelajakdagi rejalaringiz qanday? Mana shu klinikada ham faoliyat yuritish va o'zingizni hissangizni qo'shish bu yo'nalishda nimalar deya olasiz? Farg'ona jamoat salomatligi institutimizda ham ko'p tarmoqli klinikasi yo'lga qo'yildi. Bu Xudo xolasa bu yo'nalishda ham u yerda ham amaliyotlarni endoskopik yo'l orqali ginekologik ayollarda ginekologik muammolari bo'lgan ayollarni Xudo xolasa tuzatib harakat qilamiz. Mana bugun Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining klinik ordinatura yo'nalish talabalari ko'plab amaliyotlarni bajaryapti va shifokor talabalar uchun ham amaliyot birinchi o'rinda turadi. Buni bilasiz. Va bugun siz klinik ordinatura yo'nalish talabasi sifatida qanday amaliyotlarni bajaryapsiz shaxsan o'zingiz mustaqil ravishda? Shu xususda gapirib bering. Hozirda men akusherstva ginekologiya yo'nalishida kesar kesish amaliyotini va ginekologiya sohasida yirik hajmli amaliyotlarni o'zim mustaqil bajarib kelmoqdaman. Nizomiddin, aytingchi, kelgusidagi rejalaringiz qanday? Meni rejalarim akusherstva ginekologiyada yetuk mutaxassis bo'lish va chekka hududlarda ayollarimizga yordam berish. Mana shu ilmiy yo'nalishimda yanada yetuk mutaxassis bo'lish. Bugungi suhbat uchun sizdan minnatdormiz va kelgusidagi rejalaringiz ro'yobga chiqishiga har doim tilakdoshmiz. Bu bizni Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti akusherlik ginekologiya klinik ordinatura 2-bosqich talabasi Muhsinov Nizomiddinjon to'g'risida gapirmoqchi edim. Haqiqatan ham mana 2 yil davomida mana hozirgi kunda 2-yil bu klinik ordinatura o'tayapti. Buni hozirgi kunda mana olgan nazariy va amaliy bilimlarini nihoyatda yuqori. Mana hozirgi kunda bizni institutimizni rektorlari hurmatli Akmal Abduqahharovich har bitta klinik ordinator, ayniqsa akusherlik va ginekologiya yo'nalishidagi shu klinik ordinaturani bitirishiga, kesir chekish operatsiyasini amaliyotini mustaqil o'rganib bilib bajarishini tarafdorlari. Shunga qarab biz ham har bitta bizni kafedrada o'rganayotgan talabalarga shu kesir chekish operatsiyasini o'rgatib kelyapmiz. Nima birinchi bo'lib mana shu klinik ordinatorlarning ichida shu Nizomiddinjon birinchi bo'lib mustaqil o'zi kesir chekish operatsiyasini mana bir nechta bajardi. Bu hozirgi kunda 17-aprel kuni birgalikda shu Muhsinov Nizomiddinjon bilan biz Toshkent shahriga 5-xalqaro yoshlar konferensiyasiga bordik. Bu konferensiya
akusherlik va ginekologiyada dolzarb masalalar va yechimlari degan mavzuda o'tdi. Bizni Nizomiddinjon shogirdimiz shu konferensiyada nufuzli, sovrinli 3-o'rinda olib keldilar. Biz juda xursand bo'ldik. Birinchi o'rin Rossiyadan kelgan talabamiz oldi, ikkinchi o'rin Toshkentdagi talabamiz oldi, uchinchi o'rin mana Farg'onaga olib keldik biz. Men kelajakda shu ham amaliy, ham ilmiy izlanishlariga shu Nizomiddinjonga katta muvaffaqiyatlar tilab qolar edim.